Videoda hech kimga ishonch yo'q. Telefonda esa teng bor. Nimaga? Chunki men eng yaqin insonning ko'rinishiga kira olaman. Misol uchun dadangizga. Sen meni yaxshi ko'rasan va menga qattiq ishonasan. To'g'rimi bolam? Yoki bo'lmasa mashhur insonlarga. Misol uchun Alisher Uzoqov. Mehrli ko'zlariga nigohi. Yoki bo'lmasam Abid Rajabov. Nima? Men odam emasmanmi? Sun'iy intellekt shunchaki rivojlandiki, istalgan insonim ovozidan foydalana olmayman. Ben multfilmlarga ovoz bera olaman. Yoki bo'lmasam o'zimni голосовой assistentimni yasa olaman. Lekin sun'iy intellektdan mashinliklar ham foydalana oladi. Misol uchun bunaqa. Adajon, men hozir avariya bo'ldimda, iltimos menga kartamni 5 minut tashlab yubora olasizmi? Mana shu nomeringizga karta yozib yuboraman. Bunaqa tushkunlikka tushib qolmaslik uchun oilalaringda bitta kodiviy so'z o'ylab topinglar. Misol uchun olma. Unchalik vahima qilmaymiz. Shu videoni yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz. Yuqorli videoda o'tkazib olmoqchi bo'lmasanglar, menga obuna bo'ling.